Jonimizga qasd qilganlarni jonlari sog' bo'lsin. Jonimizni ololmaganlarni boshlari omon bo'lsin. Dunyo tarixidagi eng kuchli qurol bu yadroviy bomba hisoblanadi. Yoki undan ham kuchlirog'i bormi? Bor albatta. Bu pul. Qabriston qanchalik tinch joy do'stim. Shunchaki bir daqiqa o'ylab ko'rgin. Tez orada biz haqimizda eng yaqin insonlarimiz bu olamizda yo'q endi deb eslashadi. Jonimizga qasd qilganlarga nima deymiz? Jonimizga qasd qilganlarni jonlari sog' bo'lsin. Jonimizni ololmaganlarni boshlari omon bo'lsin.